Aka, ishlarim o'xshamayapti. Ishlaring o'xshamayapti. Ish o'xshash uchun birovning haqqini yemaslik kerak. Aka, birov haqqini yemadim. Qo'ysang-chi. Bu hayotda kim to'g'ri yuribdi deb o'ylaysan? Hammasi birovning haqqini yeydi. Mani ko'rmaysanmi? Ishimda halovat bor. To'g'ri yursam, birovni aldamasam, kayf safo, faxsh ishlardan uzoqda yursam, hech kimni haqqiga xiyonat qilmasam, ota-onamning duosini olib yurinmanda. Bor. Bo'shsa. Hajga bormay hoji bo'lgan hoji akam, yori bo'lib jonon topgan boy akam. Biz ham gapiraylik, gap bering voydan toy akam. Zo'rni ko'rib qiyon bo'lgan sher akam. Voy toy akam, hoji akam, boy akam. Ko'pirtirib gapirasiz jon akam. Jag'iysimay va'dalarni berasiz u. Ishim tushsa orqangizni durasiz. Jag'iysimay va'dalarni berasiz u. Ishim tushsa orqangizni durasiz. Ey samoda uchgan insonlar, qo'ying endi banda uchmaydi. Val dunyoda do'stdan kechganni nargi dunyo Robbim quchmaydi. Voy toy akam, hoji akam, boy akam. Ko'pirtirib gapirasiz jon akam. Jag'iysimay va'dalarni berasiz u. Ishim tushsa orqangizni durasiz. Jag'iysimay va'dalarni berasiz u. Ishim tushsa orqangizni durasiz. O'g'on odam ko'rsam, mendan mashina olib arendan berom yuribdi. Xullas, sen hozir videoga olasan. Men borib ehson beraman. Instagramga qo'yamiz. Ham yaxshilik qilamiz, ham prosmotr bo'ladi. Qo'yil xo'ja aka. Xayolingizga bunaqa fikrlar qayerdan keladi? O'zingizda xoqonsizda toy bola, usun topib kibrlangan boy bola. O'chaqmoqni yoningizga yig'ib, g'iybatchan qilibsizda shum bola. O'chaqmoqni yoningizga yig'ib, g'iybatchan qilibsizda shum bola. Voy toy akam, hoji akam, boy akam. Ko'pirtirib gapirasiz jon akam. Nomis ulug' surpez qurib boy akam. Qo'ying endi yig'ishtiring jon akam. Nomi ulug' surpasi qurib boy akam. Qo'ying endi yig'ishtiring jon akam. Oy, o'tirsak maylimi? O'tdi. Yaxshimisan, Sanjar? Bo'la. Sal ahvolingga qarasang-chi, do'stim. Ahvolimga nima qilibdi? Uydagilaringdan xabar olsang bo'lmaydimi? Dadangning mazasi yo'q, o'zing bilasan. Onangning ahvoli bir ahvol, seni o'ylab siqilgan. Seni yurishingni qara, do'stim. Hammaga maslahat bergan Sanjar bugun nahotki shuni o'zi bajara olmasa, gapida tura olmasa, bu gaplarimni aytmasam kim aytadi senga?